Öz qo'limiz bilan qilgan tomoqlar nima deganimizdek, ya toza mo'zillar sevimli tuqqanlarim hammalar amazimay turiblarmi? Bugun qildiganimiz pitr samsa tuqqanlar qilish usuli bek asa cho'qim sinab baqsajimi. Oldi bilan 1 kilo al-nuri tugma uniga 5 gram tuz sep, 2 ta tuxumning iqimini 450 gram atrofida suv quyib, itini chinqib xamir yug'urib olamiz. Serig'ini aqoydirib beli ishiltimiz jumi tuqqanlar. Manti sho'shir samsa degandek qiymiliq tomoqlarga to'nglatqudagi ushaq tushish sing'ir pash degandek kaltuqsan go'shtlarni ishiltib havasak chanmayli qoldichi asi yan go'sht olsa teg'im o'xshab ketardi. Men bugun 2 xil qiyma qildim. Tuqqanlar birisiga go'sht bilan quyruq mayin to'rab, suv shalib olgandiki, eki tuz, zira, qarmushlansa, piyozlansa ta'mlantirib tabiiy ta'mli samsa qildim. Yan birisiga ko'k qizil lozadi to'rab rangli samsa qildim. Tuqqanlar ikkisining ta'mi bir-birisiga qat'iy o'xshamaydi jumi. Sayqaslar birda yeyishlik bo'ldi, ko'ngilga ta'maydi, yan birda rangli, chiroyli aru bo'ldi. Mo'shuncha bizlar qiymada bir talayim samsa ketdi meni. O'yda qism nim degan barakatli to'da ketdim. Uni ustinga bozorlardagidek piyoz etib turmaydi-chu. Yig'im muvofiq qiymasini loqdan 2 ta yesim oshqa yegi vardı. Xamirni cho'qim yaxshi tindirib, anda chiyni qandirimiz jimo tuqqanlar chiy qalmaga xamir uyqus qalmaga adamdek yiqisiz qoldi-chu. Jiltini o'zimiz yoqtirishimiz bo'yicha nefis qilib qilsak bo'layverdi-chu. Bozorlarda tonurga chaplaydigan bo'lganki qilib ko'ndiribdi-ki bizni nefis qislam bo'ldi-ki cho'nglama unda yog'laydi xamir ishlab o'tamaylar. Ammo qilnara qislar yansim chiqadi-ki biz ko'ngatami shu-ku. Ustiga tuxum serig'i surkab aqar zimolarda chech qo'ysak tig'im chiroyli ham quvvatli bo'ladi tuqqanlar. Mukammaldiraydigan necha